Mana qo'chqarimiz savdo bo'lyapti. Kattani aytganini qilaylik. Oling. O'ta. Eshitdi. O'ta. Endi undan eshitdi. Qani. 50 ming bering berdi. Gapirtira. Yo'q. Mashib olish 50 ming so'm. Mashib o'ynagan 100 ming mashib olagan. Yo'q, 50 ming berasan, 1 kilo pulni berasan. 63,5 beradi. Ber, meni gapim, mana gapim. 6,5 so'mga mashib tuzdi ana o'g'lim. Men muomala qilib 100 ber. 50 ming yana o'tib ber, mashib olib yo'l kerak qilib borib oladi. Bo'ldi baraka. Men aytdim, 50 ming beraman. Bor baraka. Neç pul oldu? 60 şahar. Ber mashib olaman sakkizni. Qo'chqarimiz baraka bo'ldi. Mayli uka. Chiroyli. Olgani ham sotgani ham baraka. Faqatiga. Yarim bo'ldi. Berdim. 60 yarim. Bayna. Bu neç pul deyapsiz bu aka? 8,5. 6 ga bermadi deydimi? Ha? 6 ga bermadi deydimi? Yo'q, 6 ga boshqa sheriga. Ha, sheriga. Bu neç pul bermadi? 8 ga. 78. 8. Qancha? 8 yarim kam bor, 78 ga. Bermadi deb aytyapti akamiz. Chiroyli qo'chqarimiz, xudoxolis. Keling. 78 ga beriladi. Narigini 60 yarimga baraka bo'ldi. Aka bozoringiz bersin Ahmad. Savdo bo'lyapti bu yerda. Savdolar bo'lyapti. Qo'chqarlar necha pul deyapsiz aka? 5,5 dan kam bor deyapmiz. 5,5 dan kami bor. Xo'p, ikkalasi ham 5,5 dan kam bor. Bo'yvastlarni, dumbalarni ko'rib ko'radigan xudo xolisa. Aka, necha pulga bermadingiz bo'lmasa? Ikkalasini. Uni 46 qildi, 47 qilyapti aka. 46 ga 47 ga berilmaydi. Ikkala qator ko'raveradigan. Xo'p, 46 ga 47 ga berilmaydi xudo xolisa. Bu yerda bozor o'ladi. Mana. Ikkala. Xo'p. Necha pul oldi bu aka? Oyi 5 beryapmiz. Bunisiga 5. Bunisiga 1,6 deyapti aka. Bunisiga 1,6 deb aytishyapti. Bunisiga 5 beryapti. Yo'q, qo'ydi olyapman mana. O'zi chiqmayapti. Aka bana berasizmi, o'zamisiz? 1,6 ga 5 berilyapti. Ko'p bozoringlar bersin, sog' bo'linglar. Arzon joy. Hadi joylar nimaga suruvlar? Arzon joy. Yaxshi chiqadi baraka. Tushundim. 5 ga Qattiq yedirib qo'yapman. Odam aka. Bering aka ursam. Hozir qattiq bo'lyapti. Lekin ursamisiz? Bu yerda ham savdo bor. Assalomu alaykum. Omil aka, charchamasdan necha pul dedi aka buni? 5 deyapman. 5 deyapti. Bermaganimizda necha pul oldi? 4,5 gacha bo'ldi. 4,5 gacha bo'ldi, bermadi. Yoshi qanaqa buni? Bu hali qo'zimi? Hali shishmagan deb aytyapti uni. Qo'zi. 4,5 gacha pul erishyapti. Gap yo'q. Mana savdo bo'lyapti. Mana bozorda Ahmad. Necha pul erishdi? 44. 44 savdo bo'lyapti. Qo'chqarimiz. Nima bo'ladi unda? 42 bo'ladi. Güzel. Men sizlar beradi deb turdim ona. Sizcha makamligingiz borda bor. Qo'chqarimiz. Yaşlılardan. Hazır. Arzon joy. O'tganiga berilmadi. Savdo bo'lyapti. Qo'zi deb aytilyapti. Mana necha pulga bermadi? 48 qilishdimi? Jonivor. Hali qo'zi dedik-a aka. Endi tushishga keldi. Buni sotilyapti deb aytilyapti. Ayber chiroyli. Narsaga 48 ga berildi. 48 ga berilmadi dedingizmi aka? Ha, narx aytilyapti. Berilmadi. Berilmadimi 48 ga? 48 ga berilmadi. Go'zal qo'lcha. Necha puldan dedi bu aka bo'ladi? 3 osili.
Pul ölyaptimi aka? Uchovini gapiring aka. O'zi aytdim uchovini. Tushunamizga. Uchalasi sog'lom bo'ladi. Uchalasi sog'lom bo'ladi. Nega qo'ydi ham misol o'rnini sotsa, bola yeb turgan qo'ydi. Yeb turgan Alloh xolasa yana qiladigan qo'ylar. Qo'ylar aka marhamatli qo'ylar bular aka. Telefonimni yozib beraman, yemasa ichmasa qaytib beraverasiz. Nechi pul berishdi bu aka? 13 millionga beryapman uchovini. Uchovini 13 million. 4 million 330 ming. Ha. 4 million 330 ming. Mana o'sha sotdim bittasi. Beriladi. Minutga olinglar deb aytdi. 4 million 330 ming. Uchalasi. Qo'zi ham uchasi ham aka? Yo tish yorgani bormi? Endi yoradi. Endi yoradigan. Uchog'mi? Akalar, qo'zi qo'chqorlarni xudo xolasa. 50 mingdan kam pul berishyapti. Shu 5 tasi. O'zi to'lab chiqasida berdi 18 million. Ha, bu yerlarda shunaqa o'zi to'lab chiqadi. Shuncha patta yo'lkalaringizga o'zi beray deyapman-da. Nechi pul bersangiz? Ha, 5 yo. Ojdada 5 tanga ojdada hammasini beray deb qo'ydim. 5 yo. 4,5 dan 4,5dan 5 olasiz. Yosh qanaqa ekan o'sha? Ha? Yoshi. Yosh qo'zi deyapti, ko'rganim yo'q. Hali qo'zi dedi. Hali tish yormaydi. 4,5dan 5 ta oshda qolgan so'rashdi. 5 ga o'chib beraman deyapti. 5,5 dedim. 4,5. Mana. Endi monosi ham bor-da. Mana. Ikkovini 90 Ikkalasi 91 o'lyapti deb aytdi. Bo'ldi, masha. Ikkosini 10,5 berishibdi. O'shiga endi 4,5dan so'rayapti. Güzel. Boshqa qolgan akalarga hisob qo'yamiz aka. Bu nechi pul oldi bu aka? Qobil aka. Bunisi nechi pul oldi? 43. Oxiri uch o'g'il aka. Aha. Qo'zimi aka, hali bu ham aka? Qo'zi ekan. 43 ekan. Baraka bor. Qo'zi go'zal, chiroyli, 43. Akalar. Halol barakalar Alloh xolasa. Bu aka bularni qanchadan deyapmiz? Aka, qanchadan dedi bular? 5,5 dan kami bor. To'ralasi ham qo'zi. Tish yorganlari ham bormi aka? Yo'q, qo'zi. Xudo xolasa baqadigan. Bu qancha dedi aka? 4,5. Aka bitta qo'ra so'rashmadimi? Adden so'rashyaptimi? Shu uchalasini qanchadan bermadi aka? 14 ga. Berilmadi. Qancha deymiz uchasini bitta joyiga bo'lsa? 5,5 kam bor deyaptilar. 5,5dan kam bor. Kelishsa bo'laveradi. Telefon qo'ysa bo'ladimi meni aka? Telefon nomeri. Ha, 88lik. 844 1777. Akamiz telefon nomeridan akalar uchasini, to'rasini bitta joyiga 14 ga beriladi uchalasini. Buni alohida savdo qilamiz. Akalar 5,5 ga 4,5 savdo bo'ladi. 35,5 qoldi. Ha, buni 35,5 ga berilmadi. 3,5 million 50 mingga kichkinasi berilmadi akalar, 14 ga uchalasi beriladi. Telefon nomeriga chiqsanglar, bitta qo'ra qo'ylaringizni uchalasi bir xil. Uyda xudo xolasa tagim bo'lar aka. Qancha desa ter beriladi. Gap yo'q akalar. Bu qayer qirg'izmasmi aka bu? O'zimizda Messi qo'chqor. Gap yo'q aka. Akalar 5 deydigan, bittasini taroziga olib ketildi, 5,5 dan pul berilyapti. Bitta joyga, o'zgalar savdo qilishyapti. Qo'chqorlarimiz. Akalar 5'imiz. Mana Izzat oshnam, Molfurush, do'stim. Eng nomer 1 Hunarchin bozorida eng ko'zga ko'ringanlaridan. Akalar taniganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Boyaga nechi pul oldi bu? 5,5 bersam bermayman. 5,5 ga beriladi. O'zi qo'yamiz. 5,5 ga beriladi. Gibrat chiqdi. Boyaga nechi puldan edi bu ikosini? 10 12 11 12. Demaganimiz bo'ldimi aka? 8,5 ga 9,5 ga bermadik. Yoshi qanaqa? Bu to'rmi? Nariga 2. Akalar. 9,5 ga 8,5 dedingmi? Berilmadi. Akalar 9,5 ga berilmadi. Go'zalimiz.
Qayerda qo'yiladi aka bu? Andijon shahardagi. Xo'p. Qirg'iz masini tagi demoqchisiz aka. Akalar. O'tgani qo'ziligida baqirgan. Aha. Qo'ziligida baqilgan. 9,5 ga berilmoqda akalar. Mana asalimiz. Bu xolos 4 yashar, nariga 2 yashar. Aka telefon nomerini qo'yib qo'ysa bo'ladi? 90lik. 540 83 18. Ikkalasini juft so'ragan hoji akalarimiz bo'lsa, bir qator bog'lansak bo'ladi. Mana 8,5 ga 9,5 qilmoqda berilmoqda. Voy voy voy, jonivor. Asal. Zotli qo'chqarlarimizda, xudo xolasa. Jonivor, faqatgina yana ham. Xo'p. Aka, bozoringiz bersa, sog' bo'linglar. Hoji aka, nech puldan dedi bular? 8 berishdimi qoraga? Qo'yadi, ha. Qassob akalar 8 berdi. Sariqlargachi bor aka? Edilmaydi. Xo'p. Hali so'ralman. Nech shundan qaytdik? 9dan deyapmiz. 9dan deb aytilyapti. Xo'p, jonivor. Yosh qanaqa bo'ladi bu aka? 3 yashar, bola 2 yashardan. Ikkalasi 2 yashardan, bunisi 3 yashar. Xo'p. Bunga 8 beribdi akalar, qassob akalar 8 berdi deb aytilyapti. Balki telefon nomerini qo'yamizmi, qo'ymaymizmi? 90lik 540 80 90lik 540 83 18. 10-15 ta hoji akalar ter bering desa ter bera olamiz-da. 40 ta qo'chqar bor xudo xolasa. Xo'p, akalar. Shunaqa variantlardan xudo xolasa 40 ta. Zotlilaridan ham bor, chiroylilaridan xudo xolasa. Akalar. 40 ta qo'chqar bor yana sotiladigan deb aytilyapti. Bir qator bog'lansanglar, shunisi 8, bunisi 9. Yo'q-yo'qda narxatilar, bunisi 8 ga qassob akalar bermoqda. Boy aka, bozoringizni bersin. Telefon qilishadi xudo xolasa. Va nech pul oldi boy aka, nech pul oldi? Yo'q, bu perchatga tushdi boy. Asakalarga bermadi. Asli nech pul edi? Berma, haqiqatan berma. Men ushlab turdim. Bermadi. Bu nasib sizga ekan. Nasib haqiqatan. Qaysi baraka yo'lda? Sekret tarafdan beri. Nariga. Nech pul yo'qda? 66 million 20 ming to'lashilayotgan ekan. 20 ming to'lagan ekan. Emas, nasib. Nasib. Rosa savdo bo'ldi oshnoga. 2 yashar. 2 yasharmi? Ha, mana. 2 yashar bo'libdi. 66 20. Bay. Chiroyli narsa ekan akalar. Bularga baylab qo'ying-ku. Baraka bo'ldi. 66 20. Rizqda u, emas. Beramasa, hali 2 yashar eng to'liq. 66 20 ga baraka bo'lib qo'shamiz. Boshqa bu to'rasini nech pul dedi? Qancha deyapsiz? 6,5 deyapmiz. 6,5 deyapti. 5 bitta joyga so'rashmadimi? 5,5dan qilishdi. 5,5dan qilishdi. Xo'p, akalar 5,5dan berilmadi. Xo'p. 5alasini har xil xudo xolasa. 5,5dan berilmoqda akalar. Bitta. Qo'shqar qilgan akalamizga tashab bitta xulosa qoladigan 5,5dan berilmoqda bular. Boyga olindimi? Olindimi? Mana bu 82 dan tortuvdi 5,5. 5,5 chiqyapti. 82 dan. Tortib 5,5 ga to'g'ri kelyapti. Bor bozorda siz keling. Necha kilo? Bitta bo'lib kilosini chiqarib ko'rsa. Nech pul oldi bu aka? Ha, 66 20. Haliga hozirgi. Baraka bo'lgan. Chiroyli narxlar bor hozir. Bu aka nech pul oldi bu? 51,5. Yoshi? Yoshini so'rgan 51,5. Baraka bo'lsin. Chiqar. Bay. Qo'shqar bozorni o'tib ketib qolmaymiz xudo xolasa. 51,5 ga baraka. Bay. Shuni ollar. Yana baraka bo'lsin xudo xolasa. To'rasi baraka bo'ldimi aka? Qo'shqarlarimiz. To'ralasi bo'ldimi baraka aka? Ikkitasimi? Yo'q, battasiga berilmaydi. Ikkitasi. Bu sanayapti ekan, hozir bilamiz. Nech pul oldi hoji aka? Ikkosi. 7. To'g'ri 7. Ikkala qo'zilar 7 bo'ldi.
Chiroyli bo'ldi. Olganga ham, sotganga ham. Baraka bersin. 7 ga. Baraka bo'ldi. Yemishlari hamma yaxshi. Qo'zlarimiz 7 bo'ldi ikkalasi. 15 ming bering menga bu. 10 ming champacha. 1 million 200 ming. 25 ming qat beraman. Bu aslida 25 ming so'm. Yo'q, 25 ming. Sonli baraka bo'ldi ekan. 15 ming so'm. 15 ming so'm chiqar. Doğru 15 ming qat beradi, to'xtatdim. Necha pul oldi ikkalasi aka? 8 million. 8. Qo'zi qo'chqara? Qo'chqar. Qo'chqar ikkalasi 8 million bo'libdi akalar. Sotilganlardan ikkalasi 8. Xo'p. Ikkalasi 8 ga bor ekan. Ikkalar yana bor. 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta yana bor ekan. Shulardan ikkitasini 8 ga olib chiqish shekilli bo'lamiz. Ikkalar kundan ko'rib bir qator xulosa qilsak bo'laveradigan. Hoji aka, qolganini necha puldan qilib beramiz? Hoji aka, qolganini necha puldan qilib beramiz? Qolganlarni 4,5 dan deyapsiz, haydashib. 4,5 dan deyapmiz. Kami bor. Ikkosini 4 dan berdik-a bu aka. Shu ikkalasini mana deyarli bir xil anaqasi, sostaviyasi. Xo'p, kattalari ham bor. Xudo xolisa. Ishlari yaxshi. Qayerda qo'ylar ekan bu aka? Bu Andijonda qo'y. Andijonda qo'y-a. O'zimiz mesni qo'ylar ekan. Akalar 4 dan ikkalasini berdi. Mana. Tayyor. Qolganini xudo xolisa 4,5 dan kami bor deb aytamiz. Oldu. Oldu bo'ladi. Orada bo'lyapti. Kichkinasi. 8 ga yaqinlashtirdik. Ikkalasiga bitta so'raylik. Bor aka, telefon nomer qo'yib bering, hoji aka bir qator. 90lik 545 45. Akamning nomerlari Liboy Payt xudo xolisa nechta desa, xotirjam xudo xolisa yetkazib beramiz xudo xolisa. Akalar bir qator bog'lanib yana boshqa variantlardan ham so'rasak bo'ladi. Bor aka, bular nech puldan deding? 5,5 dan mo'la 5 dan. Ikki chekadagi 5 dan, qolgani 5,5 dan kami bor. Tishi qanaqa bo'ladi? Endi uni sariq yashadi. Sarig'i endi tishi 2 yoshga yaqinlashyapti. Qolgani xudo xolisa qo'zi. Xo'p. Boyga bir qo'raga bermaganimiz bo'lmadimi? Yo'q. Alohida. Shu sariq nech pulga bermadingiz bo'lmasa? 5 million bo'lsa. To'g'ri 5 ga bermadi. Xo'p, akalar. To'g'ri 5 ga bermadi. Sarig'i shu 2 yoshga yaqinlashganlar. Mana ular 4,5 dan, qolgani 5,5 dan. Ham bor deb aytadi. Foto telefon qiling. Arzon joy. Arzon joy? Ha. Arzon joy. Mesela chiqadi. Bor aka, qiziqqan akalar bo'lsa bir nomer qo'yib qo'ysak bo'ladi? Shu yerda sotamiz. Mashina bo'lsa. Ha, mashq qoldi xolasmi? Bo'ldi akalar. Bu qator narx ko'rsanglar bo'ladi.